Profter Tom markazidan mahsulotlar xarid qilayotgan Bahodir akaning oldiga ish jarayoniga yetib keldik. Sizlar bilan hozir Bahodir aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz? Charchamasdan ishlarni boshlab oldingiz mana. Profter Tom markazi bilan yangidan ish boshlabsiz. Bu qalay kechyapti? Sizga narsalarni yetkazib berishimiz, sifat haqida bir ozgincha gapirib bersangiz. Sifatlari yaxshi. Xohlasa vaqtida kelyapti. Misol, ular bilan ham oldin ishlaganmiz, endi o'rtada bir pauza bo'ldi. Yana ishni boshladik. Xudo xolasa yaxshi ketyapti mana. Keyin siz o'zi nimalar qila olasiz? Tom yopishda misol uchun ba'zi bir ustalar patkulch holatda topshira oladi. Siz yana nimalar qo'shimchalar qila olasiz? Shu haqida ham gapirib bersangiz. Biz endi xudo xolasa egasi uyga kirguncha qilib berishimiz mumkin. Qup-quruq yerda olib turib ko'tarib bera olasiz. Siz ham patkulch holatda topshira olasiz. Bizni Tom markazimiz sizga yetkazib berayotgan narsalar haqida, dastavkasi, vaqtida yetib kelyaptimi, hatto kamchiliklar bo'lmayaptimi, shu haqida ham ozgincha gapirib bersangiz. Endi hozir bizgacha srochni ham kerak emas, aytgan paytimizda kelyapti. Aytaman desa, abitdan kelyapti misol. Demak, yaxshi qulay hozirgi. Zakaz berishingiz bilan o'sha kundan qolmayapti. Bugun ham zakaz berganmiz, endi abitdan jo'nataman dedi. Kutib olamiz xolos. Bo'ldi aka. Rahmat. Sog' bo'ling, ishlarimiz bardavom bo'lsin.